Toshkentda ham lecheniya oldim, lekin effekt ko'ra olmadim. Mening ismim Boronova Nilufar. Men Toshkent shahridan Hindistonga keldim. Max klinikasida doktor Rajender, onkolog, radiolog doktor juda ham yaxshi shifokor deb tavsiya qilishdi. Keldim, yaxshi insonlarning tavsiyasi bilan sababchi bo'lishdi. Rahmat ularga ham avvalambor. Ular orqasidan keldim shularga. Yura olmasdim kelganimda, chunki ko'krak saratoni boshlanganida menda ko'krak saratoni davolaganimdan keyin umurtqa pog'onasiga metastaz berib yuborgan edi. Yura olmay qoldim. Toshkentda ham lecheniya oldim, lekin effekt ko'ra olmadim. Keyin bu yoqqa keldim Hindistonda. Bu yerda nur lecheniyasini oldim. 10 ta nur lecheniyadan keyin og'riqlarim qoldi. Xudoga shukr, kolyaskasiz o'z oyog'imda yuribman. Kimyoterapiya oldim, targit terapiya oldim, immunoterapiya oldim. Xudoga shukr, hozir juda ham yaxshiman. Kattakon rahmat, tashakkur etaman doktor Rajenderga, Max klinikasidagi hamma ishchilarga, e'tibor bilan, mehr bilan hammasi juda ham yaxshi qarashdi. Men butun umr bulardan minnatdorman, tashakkur etaman. Hozir o'z oyoqlarimda yuribman, Xudoga shukr. Belim og'rig'i qoldi, ancha yaxshiman, alhamdulillah. Juda ham zo'r effekt ko'rdim. Boshqalarga ham tavsiya qilaman kelishligini. Mana 3-4 kundan keyin Xudo xolisa Toshkentga qaytib olman. Kolyaskada kelgan bo'lsam, hozir o'z oyoqlarim bilan mana qaytib boraman inshaalloh oilam bag'riga.